Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, asalarichilar. Mana bugun chixtamatkalarni nomerlashni boshladik. Bu yil 2025-yil mana shu ko'k rang bo'ladi, onalarni belgilash uchun. Palitkalarimiz har xili bor, tayyor. Men 2-3 xil klikdan foydalanaman. BF6, keyin mana bu shillak klik, keyin mana bu spesialni paletka uchun chiqarilgan klik. Bu ham shillak. Mana shu g'umbaklardan chiqqan izolyatorga hozir onalar yuribdi, kardamon zot. Hammasi chiqqan. Mana bu zubочистка, tishga oladigan cho'p. Mana shunga klikni olib, mana onari klitkaga qisilgan. Bitta tuchka qilib, o'sha yelkasi deydimi, onarini paletka qilinadigan joyga bitta tuchka qilinadi. Bu polni surtilmaydi klik. Agar qanotiga yo bo'yniga klik tegsa, birak hisoblanadi matka. Shuning uchun men bitta nuqtacha qilib qo'yaman. Keyin paletkani orqasini ham kliklab qo'ysa, sirpantirib joyiga olib borish oson bo'ladi. Mana paletka. Hozir endi uzr, bir qo'limga telefon, bir qo'limga noqulay bo'lyapti hozirroq. Istalgan kardamon. Mana bu O'zbekiston bayrog'ini ko'taryapti. Keyin klitka, mana bu yevro klitkalar. Mana bu bir tomoniga kandis olganman. Asalga saxarni pudrasi aralashtirib, qattiqroq qilib tayyorlash kerak buni. Uzoq masofaga erib, arilarni ustiga arilar yopishib qolishi mumkin. Mana bu kamerasiga paxta, suvga shimdirilgan paxta qo'yilgan. Bular jo'natsak yaxshi yetib boradi. Mana shu holatga ari qo'shamiz, yosh arilardan onariga qarab boradi boqib.